Muvaffaqiyatning 5 ta tamoyili haqida bilarmidingiz? Bugungi videoda siz bilan birgalikda mana shu haqida gaplashamiz. Trading sohasiga kirib kelayotgan insonlarning ko'pchiligi tezda muvaffaqiyatga erishishni xohlaydi, lekin bu narsani o'zini 5 ta ustuni bor. Mana shu 5 ta narsani to'g'ri ketma-ketlikda qilsangizgina trading sohasida muvaffaqiyatga erishasiz. Videoni oxirigacha ko'ring, men bu 5 ta narsani nimaligini to'liq tushuntirib beraman. Men ismim Umar Yahyoyev, 8 yildan beri trading sohasidaman. MyFX Pro kompaniyasi asoschilaridan biriman va shu paytgacha 4,5 mingdan ortiq insonlarni trading sohasida daromadga chiqishlariga yordam berdim. Keling, mana shu 5 ta tamoyilni birma-bir ko'rib chiqishni boshlaymiz. Bularni 5 tasini sanab o'taman. Birinchisi kerakli vaqtda, ikkinchisi kerakli joyda, uchinchisi esa kerakli manbaga. Bu bilim bo'lishi mumkin, ilm bo'lishi mumkin, pul bo'lishi mumkin. O'sha narsaga ega bo'lish. Keyingisi esa imkoniyatni ko'ra bilish. Bu 4-inchisi hisoblanadi. 5-inchisi esa imkoniyatdan foydalana olish. Endi bu narsani birma-bir yoyib tushuntirib beraman. Birinchisi kerakli vaqtda, ikkinchisi esa kerakli joyda bo'lish. Bu nima degani? Sizda aytaylik oltin instrumentida tradingda juda ham zo'r imkoniyat shakllangan. Mana shu imkoniyatni ayni momentda ko'rib turibsiz. Momentalniy hozir knopkani bosadigan joyi. Va sizda imkoniyat bor savdo qilishingiz uchun. Hozir hamma narsani ko'rib turibsiz, kerakli vaqtda, kerakli joydasiz. Aynan momentidasiz. Lekin sizda uchinchi narsa kerak. Shunchaki qayoqqa bosishni bilmaysiz. Sizda birinchidan bilim kerak va siz uchun depozit kerak. Aynan joyidasiz, lekin bilim va depozitingiz bo'lmaydigan bo'lsa, bu imkoniyatdan foydalana olmaysiz. Endi o'ylab ko'ring, misol uchun kerakli vaqtda bo'ldingiz, momentni ko'rib turibsiz, oltinda zo'r imkoniyat turibdi va sizda depozit hamma narsa bor, lekin sizda yetarlicha bilim bo'lmasligi mumkin yoki sizda mana shu depozitingizni boshqarish uchun risk menejment yoki psixologik jihatdan tayyor bo'lmasligingiz mumkin. Aynan mana shu narsa 4-inchisi, ya'ni kerakli vaqt, kerakli joy, kerakli bilimga, ilmga ega bo'lish va imkoniyatni ko'ra olib, undan qo'rqmasdan 5-inchisi foydalana olishingiz kerak bo'ladi. Ko'pchilik insonlarda hamma narsa bor, depozit bor, strategiyasi bor, lekin psixologiyaga kelganda ular nima qilib qoladi? To'xtab qoladi. Joy-joyida hamma narsa depozitgacha, riskigacha hamma narsani hisoblab qo'ygan, savdoni ham oshdi. Lekin savdoni ozgina minusga kirgandan keyin yopib yuboradi va imkoniyatini o'tkazib yuboradi. Shuning uchun ham sizda hamma yetarli bilimlarga ega bo'lishingiz kerak. Bu nima degani? Siz bozorda qayerda savdoga kirishishi, bozorda qayerda savdodan chiqishi, risk menejmentni, bozor psixologiyasini, o'zingiz ishlayotgan instrumentni xarakterini bilishingiz kerak. Bu nima degani? Misol uchun oltinning o'zining xarakteri bor. Oltin O'zbekiston vaqti bilan Amerika sessiyasida yuradi. Bitcoinning o'zining xarakteri bor. Kumushning o'zining xarakteri bor. Bundan tashqari neftning ham o'zining xarakteri bor. Mana shu narsalarning hammasini, ya'ni kerakli vaqt, kerakli joy, kerakli bilimga, kerakli depozitga ega bo'lish va momentni ko'rib turib risk qila olishligingiz bu sizni muvaffaqiyatli hisoblanadi. Lekin bu narsani shunchaki oddiy bilim bilan yoki shunchaki knopkani bosish bilan amalga oshirib bo'lmaydi. Bu narsani siz chuqurroq o'rganishingiz kerak. Boya aytgandek, har bir instrumentning xarakterini, bundan tashqari Wall Street strategiyasini, ya'ni bozorning strukturasi qanaqa shakllanish kerakligini hammasini oddiy, ya'ni boshidan 0 dan 100 gacha ko'rib chiqishingiz kerak va real bozorlarda ishlata olishingiz shart. Agar bu video sizga foydali bo'layotgan bo'lsa, pastda qoldirilgan podpisatsiya tugmasi orqali kanalga obuna bo'ling va foydali videolarni ko'rishda davom eting. Wall Street strategiyasi bu shunaqa strategiyaki, bozorda oltin bo'ladimi, neft bo'ladimi, kriptovalyuta bo'ladimi yoki turli xil xomashyolar, kompaniyalar aksiyalari bo'ladimi, ularning hammasini orqasida insonlar bor. Uni psixologiyasi bor. Mana shu psixologiyasini, mana shu strukturalarni sizga Wall Street strategiyasi tushuntirib beradi. Wall Street strategiyasi bo'yicha meni o'zimni 50 talik video iborat bo'lgan, bundan tashqari qo'shimcha support xizmatlari beriladigan maxsus kursim bor. Bu kursga yozilish uchun men pastda link qoldirganman. Kursga ro'yxatdan o'tish deb nomlanib, keyin bu yoqda link chiqadi. O'sha link ustiga bosib, ma'lumotlaringizni qoldiring va kursga ro'yxatdan o'ting.